Astroq haydavoy. Ha janob, mana uzr. Bo'ldi, shu yerda to'xtatib qo'ysang bo'ladi. Assalomu alaykum janob politsiyachi. Va alaykum. Qalaysan Jo'xa, yaxshimisan? Ha, rahmat, tinchlikmi? Ha, tinchlik emas, xotiningni chaqir. Ha, xotin bu yoqqa qaravor. Ha, Jo'xa aka. Sen politsiyachilar so'rab kelibdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelin, siz biz bilan qamoqxonaga ketishingizga to'g'ri keladi. Nima uchun qamoqxonaga boraman? Siz jinoyat sodir etgansiz. Qanaqa jinoyat janob politsiyachi? Xullas, xotining o'g'irlik jinoyatini sodir etgan. Biz hozir uni qamashga majburmiz. Ot, chapdan ke, chapdan. Nima o'yindan kelasan? Men seni chapdan ketyapman. Garaymisan? Ha, xotin nima gap? Jo'xajon. Ha, nima deysan? Baqir-chaqir qilaversan, tinchgina o'ynagani ham qo'ymaysan. Shu o'yiningizda o'ynab o'tiraverasiz. Undan ko'ra boshqa ish qilsangiz bo'lmaydimi? Nima ish qilay boshqa? Hamma ishni qilib bo'lganman-ku. Hamma ish qilmagansizda. Ha, mayli. Men bitta narsa zakaz qilmoqchiman. Menga pul berib turasizmi? Ha, qanaqa pul berib turaman? Pul seniki-ku, o'zing bemalol zakaz qilaver, xohlagan narsangni. Notebookda zakaz qiladigan joy bor. Ha, bo'ldi, bor ekan. Hozir zakaz qilaman. Keyin obunachilaringiz menga xabar yozib yotibdi hammasi. Yangilik qachon deb. Keyin sen nima deding? Nima deyishim mumkin? Men qayerdan bilay yangilik qachonligini? Ha, bo'pti, men ketdim, bor zakazlarimni olib kelay, zakazlar kelibdi. Ha, bo'pti, borsang boraver. Siz shu o'yinlaringizni o'ynab o'tiravering, yangilik qilishni o'ylamasdan. Menga nima deb ketyapti? Ha, bo'pti. O'yindan ket dedim men senga, yana chapdan kelyapsan. Hozir yutqazsang bormi? Men seni keyin kuningni quyoshga sochib yuboraman. O'zi issiq bo'lyapti, boru. O'yindan ke, o'yindan. Men chapdan boryapman deyapman. Assalomu alaykum, sotuvchi aka, yaxshimisiz? Va alaykum, yaxshimisiz? Keling, xizmat. Men bir ikkita narsa zakaz qilgandim, zakazlarim kelgan ekan. Shu yerda yashikda turibdi, qarang. Bu yerda ikkita yashik bor ekan, qaysi biri? O'sha yonidagisi, o'shanisi. Qaysi biri? Ikkalasi ham yonida turibdi-yu. Ha, o'sha deyapman-ku. Qaysi biri ekan? Ha, mayli, mana shunisini olib ketaman. Mayli, men oldim, rahmat sotuvchi aka. Mayli, obbo. Bo'pti, kelib turing. Yaramas, men senga bu tomondan kelma dedim. Endi yutqazamiz. Agar yutqazsak bormi, keyin mendan ko'rasan. Asablarim yeb qo'ydinglar, o'ynamayman bo'ldi. Undan ko'ra mana bu do'kondagi ishlarni qilganim yaxshi edi, senlar bilan o'ynab o'tirgandan ko'ra. Jonimga tegib ketdi senlar bilan o'ynash o'zi. Yangi tovarlarmi, nima kassadagi pullar kassadagi pullar qani? Tushunmadim. Yashikka qo'ygandim-ku. Bu qayerga ketdigina? Aytgancha mana bu yerdagi yashikni Jo'xani xotini adashib olib ketibdi-da, ko'rsatmaganimga. Menimcha bilib o'g'irlab ketgan. Endi men borib uni politsiyachilarga aytib beraman. Qarab olib ketsa bo'lardi-ku, o'g'irlagan yaramas. Hozir politsiyaga xabar beraman. Brat, qalaysiz, tinchmisiz? Yaxshi. Assalomu alaykum janob politsiyachi. Va alaykum assalom. Xullas, men do'konchiman, tanisangiz agar. Qanaqa tanimabman. Do'konchisan bilib turibman, nima gap? Xullas, Jo'xani xotini meni kassadagi pullarimni o'g'irlab ketibdi. O'shanga qonuniy chora ko'rishingizni so'rayman. Qanaqasiga o'g'irlab ketdi? Qayerdan bilding o'g'irlaganini? Xullas, ikkita yashik bor edi. Buyurtmasi ekan bittasi. O'shani olib ket desam, pulni olib ketibdi. Balki adashgandir. Yo'q, adashmagan, nagli o'g'irlagan. O'shaning uchun uni tez jazolanglar. Mayli, hozir boramiz, sabr qilib tur. Mayli janob, rahmat, sog' bo'ling. Mayli, kelmay, umuman kelmay, kelib turma. Bo'pti, mayli. Yaramas, endi mendan ko'rasan. Pulimni ham o'g'irlaysanmi? Nihoyat yutdiga birinchi marta o'zi ham. Nima o'ynashni bilmaysanlar, tushunmadim senlarga. Xotin keldingmi? Yo'q, kelmadim, ko'rmayapsizmi? Mana og'ir yukni ko'tarib kelyapman bir o'zim. Yordamim bergingiz kelmaydi. O'zingni narsang bo'lgandan keyin ko'tarib kelasan, yengil narsa-yu, ko'tarsang hech narsa qilmaydi. Mayli, men ko'tarib kelaveraman, siz bo'lsa detskiga o'xshab shu o'yiningizni o'ynab o'tiravering. Sen men nagli detski deyapsanmi? Og'iz ko'rasan mendan, hozir telefonni yig'ishtirib qo'yayim. Hozir gaplashib olamiz sen bilan. Hozir oxirgi mana bitta o'yin qoldi. O'ynab bo'ldi. Ana endi mendan ko'rasan. Sen men detski deysanmi? Ko'cha qaravorlari yo'q deyapman. Shu payt kimdir ko'chaga chaqirib qoldi. Mayli, keyin gaplashamiz sen bilan. Qarab tur, detski emasman, ko'rasan mendan. Obbo, shu payt ham kimdir chaqirib qoladimi? Bo'ldi, shu yerda to'xtatib qo'ysang bo'ladi. Assalomu alaykum janob politsiyachi. Va alaykum, qalaysan Jo'xa, yaxshimisan? Ha, rahmat, tinchlikmi? Ha, tinchlik emas, xotiningni chaqir. Xotin bu yoqqa qaravor. Sen politsiyachilar so'rab kelibdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelin, siz biz bilan qamoqxonaga ketishingizga to'g'ri keladi. Nima uchun qamoqxonaga boraman? Siz jinoyat sodir etgansiz. Qanaqa jinoyat janob politsiyachi? Xullas, xotining o'g'irlik jinoyatini sodir etgan. Biz hozir uni qamashga majburmiz. Mayli, qamang, olib borib qamab qo'ying, bir ikki kun bo'ptimi? Qamang deysizmi? Siz qanday ishlaysiz keyin?
Shu paytgacha qanday yashagan bo'lsa shunday yashaydi. Siz o'ylamang, xotinsiz yashay olmaydi deb. To'ppa to'g'ri aytyapsiz. Janob politsiyachi, davay olib borib qamang. Yuringlar, davay. Siz yuring. Mashina ketdi, piyoda boramiz. Politsiyaxona yaqin-u baribir. To'g'ri, nima kerak? Mashinani halok qilib o'zi piyoda kelsangizlar ham bo'lar ekan. Biz nariga qishloqqa borgandik, o'shaning uchun mashina bilan kelayotgandik. Ha, to'g'ri unda. Xotin ko'rdingmi, o'shaning uchun o'g'irlik qilmaslik kerak. Sen qanday o'g'irlik qilgansan, hayronman lekin. Kiringlar, davay, bu yoqqa kellaring. Ha, mayli. Assalomu alaykum janob politsiyachi. Va alaykum. Ha, qalay Jo'xa? Tinchmi? Yangilik qachon? Endi menimcha yangilik ancha vaqt bo'lmaydi, u xotin qamaldi-yu. To'g'ri, mayli, bo'p qolar. Xotin indamay o'tirman yerga. Bo'pti janob politsiyachi. Men seni chiqazishga harakat qilaman, lekin bor agar chiqaza olmasam o'zingdan ko'r. Bo'pti, yaxshi o'tirgin. Janob politsiyachi, tinchmisiz o'zi? Bo'ladi, harakat qilmayapsanmi yangilikka? Endi qiyin-ku, xotin qamaldi-yu. To'g'ri. O'zi nima uchun qamaldi? Ana o do'konchi bor edi, o'shani pulini o'g'irlagan deyapti. Rostammi? Rostammi yolg'ondan bilmadim. Xullas o'sha aka bizga aytdi. Meni pulimni Johar xotini o'g'irlagan, o'shani qamanglar deb aytib ketdi-da. Obbo, kirisa ekanda, qayerdan o'g'irlagan xotinim? Bilmayman, o'zing borib gaplashib ol. Agar pulni olgan bo'lsanglar qaytaringlar. Pulni qayerdan olamiz? Pulni olmagan bo'lsa kerak. Ha, mayli, hozir borib o'sha do'konchi bilan gaplashib ko'raylik chiqaning, lekin hech qanaqa pul olmaganmiz-ku. Ya'ni xotinim olganmikan yoki bilmadim. Mendan so'ramay oldi. Yo, nimaga menga aytmadi olgani haqida. Bu aniqlik kiritaman hozir o'zim. Do'konchi har doimgidek do'konda bo'ladi, bog'da bo'lmaydi-ku. Assalomu alaykum janob do'konchi. Va alaykum, Jo'xa, hozir 1 minut. Mana bo'ldi. Nima gap? Nimaga kelding? Politsiyaxonaga borib meni xotinimni qamanglar debsiz, tinchlikmi brat? Tinchlik emasda. Xullas xotining nimadir narsa zakaz qilgan ekan. Keyin ikkita yashik keldi. Bittasida meni kassamdagi pullar bor edi, bittasida esa xotining zakasi. Keyin bo'lsa men yerga turgandi. Xotining keldi, keyin bo'lsa o'sha payt bilasanmi, sen bilan birga o'yin o'ynab o'tirgandik onlayn. Ha, shunaqa. Keyin xotining adashibmi, bilibmi yo naglimi, xullas pul turga yashik topib ketib qolgan. O bilmasdan olib ketgan janob, endi xotinim o'g'irmas. Yo'q, pul kerak bo'lsa mendan so'raydi. Bilmadim, adashib olib ketganmi, adashmay olib ketganmi, o'sha pullarni hozir qaytarmasanglar, lekin yomon qilaman. 1 yil qamatib yuboraman. Bo'ldi, qaytaramiz. Mana bu xotinim narsasi ekan, buni olib ketaman. Yuring, sizga uydan o'sha pul bor yashikni beraman. Hali ochib ham qaraganimiz yo'q. Ochib qaramagan bo'lmasanglar yaxshi, bo'lmasa politsiyaxonaga borib aytaman, xotiningni qo'yib yuboradi. Shunday qilaylik, brat, zerikibman. Yangilik ham qilib bo'lmaydi o'shanda. Bo'lmaydi. Hali yangilik ancha vaqt bor. Hamma yangilik so'raveradi. Harakat qilish kerak edi, jigar. Qani jigar, men sizga jigar bo'laman. Siz mendan qancha kattasiz, bilasizmi? Qancha kattaman? Atigi 2 oy. Demak, jigar ekansan. Do'stmizga ekalamiz. Nima sen men seni sizlayapman? Nimaga men seni ham sizlayapman? Sen o'zi ikkalamiz teng bo'lsak, sen mening do'stim, sinfdoshimsan-ku. To'g'ri, sinfdosh emas, sen boshqa sinfda o'qigansan. Nima farqi bor? Bo'lmasa maktabdoshimizmi? Shunaqa menimcha. Mana yashiging ichida pullari ham boshqa narsa ham turibdi. Oho, da, rostdan ham shu pullar ekan. Shuncha pul qayerda olyapsan? Ishlab topyapman, do'konda bekor o'tirganim yo'q-ku. Malades. To'xta, pullaring kelibdi. Ber pullarim tez. Qo'rqma, yemayman, o'zimda ham pullar bor. Qani puling? Prosta kartada-da. Kartadami? Kartada saqlash yaxshi emas lekin. Nimasi yaxshi emas? Men hakkerlikni bilaman. Bu gapingiz bilan endi kartangdagi pullarni o'g'irlayman demoqchimisan? Ya'ni siz demoqchi bo'lyapman. Ko'rsa yana sizga ketib qolyapti. Endi o'rgangansan-da. Yo'q, qorma, men sen pullaringga tegmayman. Xotiningning kartasi bor yo'q? Xotinimda yo'q. Nima qilasan? Xotiningnikini o'g'irlamoqchi edim. Jinnimisan? Xotinim bilan o'zim ikkalamiz bitta odammiz. Xotinimnikini o'g'irlading nima? Menikini o'g'irlading nima? Endi sen do'stimsan-da. To'g'ri. Do'stlik yaxshi-da o'shaning uchun ham. Lekin xotinim bilan do'st bo'lmagin. Xotinimga iloji bo'lsa gapirma. Sen mendan rashk qilyapsanmi hali? Qilaman-da rashk. Bo'pti, o'zing bilasan. Kir davay. O'zing kir birinchi. Assalomu alaykum janob politsiyachi. Va alaykum assalom. Kelinglar, nima gap? Xullas, Johar xotinni qo'yib yuboring. Pulni oldim qaytarib. Bo'pti, qo'yaveramiz hozir. Bo'pti, boraver. Mayli. Rahmat jigar, boringga shukr. Ko'rdingizmi janob politsiyachi, xotinim aybdormas desam ishonmaysizlar. Xotin aybdormas, chiqazib yuboring. Mayli, hozir chiqazamiz. Bo'pti, boraver sen. Mayli, bo'pti, sog' bo'linglar unda. Mayli jigar, bo'pti, kelib tur desam, do'koningga kelganda yana. Bo'pti. Xullas, janob politsiyachi, xotinimni chiqazib olaymi, o'zingiz chiqazasizmi? Kirib ochaver, kalta eshikka-ku, eshikdan ochilib yopiladi-ku. Bo'pti, borib chiqazaveraymi unda? To'xta, aytgancha borib janob merdan ruxsat olib kelgin. Chunki janob mer bizning boshlig'imiz, u ruxsat bermasa bo'lmaydi. Bo'pti, hozir olib kelaman. Nima bular janob mer aytganini qilmasa bo'lmaydimi shu? Janob mer
aytganini qildirmasdan turib chiqazib baribir ruxsat olib kelishga to'g'ri keladi. Janob mer ruxsat bermasa keyin xotinimni ko'chada yurganini ko'rsa, senlar buni qamamagansanlar. Bular o'z boshiga yuribdi ko'chada deydi. Senlar ishlamayapsanlar deydi. Keyin menga ham gap tegadi. Jo'xa, sen meni o'ng qo'lim bo'lib turib xotiningga aytganingni qildira olmayapsan. Xotining uyingda turmayapti deydi. Keyin menga problem bo'ladi. O'shaning uchun tinchgina borib janob merdan ruxsat topib kelay. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Ha Jo'xa, qalay ishlar? Tinchmi? Bo'ladi, rahmat. O'zim yaxshimiz. Yangilik qachon endi? Xotin qamalgan, qayerda yangilik bo'ladi? Chiqazishmadimi? O'shanga sizni ruxsatingiz kerak ekan. Bo'pti, hozir telefon qilib aytib qo'yaman, boraver chiqazishadi. Bo'pti, hozir telefon qiling-da. Bo'pti. Alo, Jo'xa xotini chiqazib bor. Mayli janob. Bo'ldi, aytdim, boraver Jo'xa. Rahmat janob mer, bo'ringizga shukr. Endi borib xotinni chiqazamiz, keyin xotin bilan mana romantika bo'lyaptimi? Yo fantastika bo'lyaptimi? Romantika bo'lyapti, kokakolastik bo'lyapti-ku mana yoqda. Menga beribsanmi gul deyapti. Men o'g'il bolaman-ki, menga nima bersan? Vaqtda kimdir chiqadi hozir. Avvallo. Hech kim chiqmadi-ku. Sevgidan kuygan galim. Vata. Yig'lama jigar, yigitchilikda bo'lib turadi endi. Sevgiling tashab ketgan bo'lsa, hech ham siqilma. Yangisini top. Yangisi ham tashab ketsa, yangisini topaver. Qachondir tashab ketadi. Sen qachondir ular tashab ketsan. Qalaysiz, birat tinchmi? O'zing qalaysan? Tursun tilida gapiryapsizmi? Tursunxon yomon kelib oldimga o'rgatib qo'y tilini. Janob, keldim, ruxsat ber janob mer. Bo'pti, borib olib chiqaver xotiningni. Mayli, rahmat. Xotin, keldim men seni oldingga. Hozir men seni chiqazaman. Xavotir qilmay tur, qo'rqmay tur. Men seni baribir yaxshi ko'raman. Ko'ryapsanmi, kelib seni chiqazib ketyapman. Boshqa kishi bo'lganda seni chiqazmas, tushundingmi? Rahmat Jo'xa aka, yaxshiyamsiz borsiz, men sizni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rmay ol. Senlar sevishganda endi. Endi bilasiz, bo'pti, janob politsiyachi, rahmat. Bo'pti, kelib tur. Kemayliga iloyim bu yoqlarga qaytib. Xotin ko'rdingmi? O'shaning uchun tinchgina o'tirish kerak uyda, hech qanaqa o'g'irlik qilmasdan. Endi yurasan ko'chada mana shunaqa qilib, endi seni jinoyatchi deb atashadi. Tushunyapsanmi? Sen jinoyatchi bo'lib qolding. Yur, undan ko'ra uyga kirib o'tiramiz, mazza qilib gaplashib, endi choy poy ichaylik, choy poy qilgin. Och qolib ketdim, ertalabdan beri seni ortingdan yuribman, ya'ni to'g'ri, militsiyalar ortidan yuribman. Keyin eshiklarni ochib berayman, o'zim kirmayman, sen doim eshikni ochib berishing kerak, chunki erkak kishi oilada bir boni tepada bo'lishi kerak. Tushunyapsanmi, axir? Mana ichida yangi zakaz qilgan narsalaringni olib keldim. Rahmat Jo'xa aka, men o'zim olib kelmoqchi edim, olib kelib qo'yibsiz. Aytgancha menga politsiyaxonada ham, qamoqxonada ham yangilik qachon deb so'raverishdi. Obbo, ezib yuborishdi bori. Hamma mendan ham so'rayapti bori. Mayli, bir gap bo'lar, ha. Nima deding, xotin? Jo'xa. Obbo, shu payt ham chaqiradimi? Hozir. Uf, yana ketib oldi. Shu payt ham chaqiradimi? Kim chaqiryapti ekan? Men janob mer, shu payt ham chaqirasizmi? Jo'xa, qalay, tinchmisan? Yangilik bormi? Yangilik yo'qmi demoqchi edim. Yangilik yo'q. Umuman yangilik bo'lmaydi. Bu chaqirib o'rgansiz. Nima yaqin kelib olgansiz? Endi yaqinroqda eshitay dedim-da. Yangilik bo'lsa pichirtab ayt demoqchi edim. Yo'q, yangilik qilgan qo'ymayapsizlar. Nima qilay hozir? Poliz ekinlarni yig'ishtirib, soliqni to'la. Men sen xotinga qamoqdan chiqazganim uchun. Oho, mayli, hozir 1 sekund kutib tursangiz uydan lapatka ketmonni olib chiqay, bo'ptimi? Mayli, yangilik ham qilib qo'y. Bo'pti, undagi boshqa joy ko'chib ketaman u uchun. Hozir bu yerdan ketmonni olaylik. Ketmonimiz bor ekan. Poliz ekinlari o'zi ham dahshat o'sib ketgan bo'lsa, 2-3 kundan beri polizda ham ishlaganim yo'q. Hech qayerda o'zi ishlayotganim, shu xotin bilan o'tirmoqchi bo'libman, lekin qo'yishmayapti. Vafsheta bori. Bugun politsiyaxonada yurdim. Yana boshqa kun boshqa ish bilan yuryapman. Tovuqxonaga boshliq qilib qo'yishyapti. Yana g'alati ishlar buyurib qo'yapti janob mer bori. Shu qishloqda ishlari ham jonga tegib ketdi, shaharga ketib boshqacha hayot kechirmasa umuman bo'lmayapti bori. Shaharda lekin zerikarli, kun bo'yi bitta joyda o'tirish kerak uyda yoki qanaqadir ish qilish kerakmi? Ish ham yo'qdi o'z shaharda. Shahar nima ish bo'lishi mumkin? Kun bo'yi o'tirishda shaharda ham. Qishloqda o'zi mana shunaqa ishlar bor, ferma yoki boshqa qishloqdagi zarur ishlar deganda. O shaharda bunaqa ishlar bo'lmagani uchun o'ta zerikarli bo'ladi, qiynalib ketadi odam. Bo'pti, hozir tez mana shularni shu yerga endi olib borib janob merga berib tezroq qaytib kelmasam, xotinni bir o'zi zerikib o'tirib tezroq qaytib keling, gaplashib o'tiramiz. Choy qilmasa abidga vahshi o'zim qurib ketdi. Xotin choy tayyorlab qo'y, eshitgan bo'lsa, eshitmadi shekilli, eshitmagan bo'lsa hozir kelganimdan keyin aytaman tayyorlaydi. Keyin tayyorlagandan keyin o'tiramiz mazza qilib choyni ichib, gaplashib degandek.